Assalomu alaykum. Meni ko'rib turgan va eshitib turgan aziz birodarlarim, omonmisizlar? Men kecha Xo'jakarson masjidiga borib, Hidoyat sari jurnalini oldimda, shu Hidoyat sari jurnalida yozuvchi doktor Toriq Habibini farzand tarbiyasidagi xatolar degan maqolasiga ko'zim tushdi. Mana shu maqola bilan sizlar bilan qisqagina o'rtoqlashmoqchiman. Endi mashoyixlar aytishadi-da, aytib ketishgan. Bola 5 yoshgacha podsho bo'ladi. 5 yoshdan balog'at yetgunicha o'g'il bola qul, qiz bola cho'ri bo'ladi degan. Balog'at yoshga yetgandan keyin o'g'il bola otasi bilan, og'aynilar bilan do'st bo'ladi. Qiz bola onasi bilan, opa-ukalari bilan dugona bo'ladi degan. Shuning uchun farzand tarbiyasida hech qachon adashmasligimiz kerak. Men mana shu farzand tarbiyasidagi xatolar degan jumlalarni o'qib beraman. Kim xohlasa xulosa qiladi, kim xulosa qilmaydi, har kimni o'ziga havola aziz do'stlar. Farzandingiz deyapti. Ko'p yolg'on gapiradi. Farzandingiz ko'p yolg'on gapiradimi? Demak, siz uni haddan tashqari tergaysiz. O'ziga ishonmaydimi? Demak, siz uni shijoatlantirmaysiz. So'zlashishni bilmaydimi? Demak, siz u bilan suhbatlashmaysiz. O'g'rilik qiladimi? Demak, siz unga sovg'alar, hadya bermaysiz. Qo'rqoqmi? Demak, siz uni ko'p himoya qilasiz. Boshqalarni hurmat qilmaydimi? Demak, siz u bilan baqirib gaplashasiz. Doim darg'azabdami? Demak, siz uni maqtab turmaysiz. Baxilmi? Demak, siz u bilan sherik, hamkor bo'lmaysiz. Boshqalarga zulm qiladimi? Demak, siz ham unga qo'pollik qilasiz. Hadiksirab turadimi? Demak, siz doim do'q pupusa bilan muomala qilasiz. Jonsarakmi? Demak, siz hadeb muhlat qo'yaverasiz. Sizdan o'zini olib qochadimi? Demak, siz uni bag'ringizga bosib quchmaysiz. Itoat qilmaydimi? Demak, siz talabni juda kuchaytirib yuborgansiz. Boshqalarga aralashmaydigan odamovi bo'lib qolganmi? Demak, siz farzandingiz uchun vaqt ajratmaysiz. Azizlar, bu so'zlardan oz bo'lsa-da xulosa qilishimiz kerak. Kim xulosa qiladi, kim xulosa qilmaydi, kim qo'lini siltab qo'yadi o'ziga havola. Lekin elda shunday gap bor. Arpa eksang, arpa olasan, bug'doy eksang, bug'doy olasan. O'qituvchi kishi ruhining injeneridir deydi. Mana shu 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar bayrami kirib kelyapti. Men barcha ustozlarni, o'qituvchilarni mana shu 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan chin yuragimdan tabriklayman. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.